qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Assalomu alaykum. Noilaxon opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yana bir bor yangi tong, yangi kun muborak bo'lsin. Yaxshi, rahmat. O'zingizmi? Alhamdulillah. Sizga Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Aynan Shukrona kuningiz munosabati bilan. Rahmat. Arziysiz albatta. Siz uchun chiroyli qalb izhorlari yo'llagan aziz insonlaringiz bor. Ularni tilaklarini o'qib eshittirsam rozimisiz? Roziman, rahmat. Yashang. Jonli efirda jonli qo'ng'iroqni olib borayotgan Kamina boshlovchi Niloya bo'laman. Ajoyib qalb tilaklarini qabul qilib olasiz. Dilda shirin tilaklarimni siz tomonga yo'llayman bugun. Bugun qutlar samimiy bo'lib, chin yurakdan bilsangiz har kim. Dunyodagi barcha tilaklar bo'lsin deyman hamisha hamroh. Yaqinlarning duolari bor. Panohida asrasin Alloh. Yoshingizga yoshlar qo'shilib, 80, 90, 100 yoshga to'ling. Tilagim shu ikki dunyoda Alloh suygan bandasi bo'ling. Eng samimiy tilaklar izlab necha so'zdan qarz oldim bugun. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Tabriklayman yurakdan butun. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan qizim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Siz kabi mehribon, odobli, oqila ayol dunyoga kelgan kun. Bu kunni qalbimdan chin eng ezgu tilaklar bilan muborakbod etaman. Siz bizning oilamizga kelin emas, go'yoki ko'p yillik sog'inchlarimizga munosib javob, ko'nglimizdagi orzu bo'lib kirib keldingiz. Men sizni nafaqat o'g'limning umr yo'ldoshi, balki o'zimning qizimdek sevaman va qizimdek qadrlayman. Sizning sabringiz, mehringiz, oilaparvarligingiz va muomalangiz barchasi biz uchun g'ururdir. O'g'lim siz bilan baxtli, biz esa siz bilan ko'nglimiz to'q. Bunday fazilatli kelin har kimga ham nasib etavermaydi. Bizga esa nasib qilganiga shukr qilaman. Bugungi muborak kun munosabati bilan sizga quyidagi tilaklarni yo'llamoqchiman. Umringiz uzun, baxtingiz bardavom bo'lsin. Har kuni quvonch, baraka va sog'lik, totuvlik va iliq kunlar bilan boshlansin. Farzandlaringizdan fayz, turmushingizdan shodlik toping. Doim Allohning panohida bo'ling. Yana bir bor aytaman, siz menga qizimdek azizsiz. Siz bilan faxrlanaman. Duodaman va hamisha yoningizdaman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qizim, Alloh umr yo'lingizni guldek bezatsin. Har qadamingizda barokat bo'lsin. Biz sizni chindan qadrlaymiz va yaxshi ko'ramiz, deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Rahmat, kattakon. Azizsiz albatta. Bunday chiroyli baxtimizga. Inshaalloh. Dadam bilan qo'sha qarishim. Ilohim. Ukamga ham, singlimga ham hammasini omadini bersin. Ilohim. Inshaalloh. Ming rahmat. Men ham qaynonamni o'zimni onamdek ko'raman. Yaxshi ko'raman. Ilohim, umringiz ziyoda bo'lsin. Ayajoningiz Maryamxon ayaning albatta. Ayjonimga rahmat, kattakon. Yashang. Baxtimga omon bo'lsin. Ayajonim, dadam ham. Umrlari ziyoda bo'lsin. Ilohim. Singlim ham. Albatta. O'rtog'im ham hammasi. Albatta, ilohim aytganingiz kelsin. Hamisha yo'llaringizga yo'ldosh bo'lsin mehribon insonlaringiz. Ayajoningiz Maryamxon aya hamda dadangiz Chaman ota, turmush o'rtog'ingiz Jo'rabek aka, ukangiz Nodirbek va singlingiz Marjonaxonlar aynan sizni Maryam ona orqali chin dildan qutlamoqdalar. Ularning tabriklari sizga yoqdimi? Yoqdi, katta rahmat. Azizsiz. Yashang. Shu uchun ham erta tongda sizni qalbingizga xushnudlik, iliqlik olib kirish maqsadida bezovta qildik. Ming bor uzr so'raymiz, aynan mehribon insonlaringiz duolarini olib, ularni baxtiga sog' omon bo'lib, hamisha qadamingizdan o't chaqnab, ularning yonlarida mehribon insonlaringiz davrasida bo'ling hamisha. Mayli, rahmat. O'zingizga rahmat. Albatta azizsiz go'zalim. Ayoningiz ilohim aytganingiz kelsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Bugungi ayyom sizniki. Mehribon insonlaringiz davrasida uni ajoyib tarzda kutib oling. Sog' bo'ling, omon bo'lasiz, xo'p?
Mayli, sizlarga ham rahmat. Xo'p bo'ladi. Yangi yoshingiz qutlug' bo'lsin. Mayli, xo'p, rahmat. Xo'p bo'ladi, omon bo'ling. Mayli. Yaqinimga tabrik kanalining galdagi qahramoni Noilaxon opamiz bo'ladilar. Ushbu insonga ajoyib bu g'aroyib qalbnomalarni yo'llayotgan mehribon qaynona oyijonasi Maryamxon ayaning chiroyli tilaklarini aynan o'qib eshittirdik. Ushbu tabrikka qo'shilayotgan barcha yaqinlari sog' omon bo'lsinlar. Biz esa Maryamxon ayamizga alohida tashakkurlar izhor etamiz. Aynan bizning kanalimiz orqali mana shunday chiroyli tabrikni yetkazib ajoyib kunga sherik qildilar. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanali va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Meloya bo'ldi. Ilohim mehr oqibat rishtalari bardavom bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda bir-biriga yondosh bo'lib qolaversa, haj va umra ziyoratlarini ham birgalikda ado etib kelishsin. Mehribon, aziz ona va aziz farzandlari. Va Chamon ota ham aynan shu o'rinda ushbu tilaklardan chetda qolmaydilar. O'zingizni ehtiyot qiling hamisha. Yaqinlar ardog'ida bo'ling. Sog' bo'ling, omon bo'ling.